Hi, everybody. I'm going to talk about such. Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Bugun biz sizlar bilan darsda kuchli hududlarni yoki bizani emotsiyamizni ifodalash uchun sochdan foydalanib gaplar tuzamiz va ularni qanday foydalanishni birgalikda ko'rib o'rganamiz. Soch o'zi nima? Masalan, juda veri hisoblanadigan bo'lsa, oddiy darajani kuchaytirish bo'ladi. Extremely nihoyatda juda kuchli ta'kidlash bo'ladigan bo'lsa, a emphasize ta'kidlash, ya'ni bo'ladi. G'oyaga his-tuyg'uni mustahkamlashda biz aynan so'zlashdan foydalanamiz. Bu so'zlar orqali gapdagi kuchli ta'kidni qo'shamiz yoki muhim g'oyalarni alohida ta'kidlab beramiz. So'zlashning tuzilishi quyidagicha bo'ladi. So'dan keyin sifat yoki ravishdan foydalanamiz. So beautiful, so fast, so carefully, so interesting ma'nosida. Such desa undan keyin ot keladi. For example, masalan, suchdan keyin nima desak bo'ladi? Plus an article va adjective plus noun ham kelishi mumkin. For example, such a beautiful girl. Judayam chiroyli qiz. Mana such nice people, such bad weather, such an interesting book ma'nosida keladi. So bilan suchning asosiy farqi shundaki, adjective ya'ni sifat bilan yoki adverb ravish bilan keladigan bo'lsa, such noun bilan article bilan keladigan bo'lsa, shunday xayolimizga kelinglar. Article biz ma'nolarini o'tdik. For example, non artikellarni shunday xayolimizga keltirganimizda such kelsin yoki otlarni so desa sifatlarni ifodalash uchun yoki ravishlarni ifodalash uchun foydalanamiz. Masalan, sifat ravishdan oldin so keladigan bo'lsa, such otdan oldin keladi. Asosiy farq shunda. Misollar bilan tushuntiradigan bo'lsak, for example, she is so smart. U juda aqlli. Wow! Shunaqa biz hayron qoldikki, so mana smart degani o'zi adjective, ya'ni sifat hisoblanadi. Aqlli degani, masalan, u juda aqlli deb biz emotsiyamizni bildiryapmiz yoki he runs so fast. U juda tez yuguradi. Such bilan tuzadigan bo'lsak, it was such a good movie. Qaranglar, article kelib deb aytdi, good movie ma'nosida. Bu juda yaxshi film edi. Yoki they are such kind people. Ular juda mehribon odamlar. People mana kind people degani, masalan, bitta oti bo'lib kelyapti, mehribon odamlar ma'nosida foydalanamiz. So, such plus that ularni birgalikda natija bilan ma'nosida ko'pincha that bilan ishlatiladi va natijani bildiradi. For example, he was so tired. Mana so tired that he slept early. U shunchalik charchagan ediki, erta uxlab qoldi. Biz natijani ifodalayapmiz. Yoki it was such a hot day that we stayed home. Kun shunchalik issiq ediki, biz uyda qoldik ma'nolarida foydalanamiz. Va undan tashqari mashqlar bilan ko'radigan bo'lsak ham, masalan, bu yerga he is so beautiful, it was such an amazing story, he spoke so quickly, they are such friendly people ma'nolarida foydalanamiz. Shu bilan darsimiz o'z nihoyasiga yetdi, o'quvchilar. Asosiy narsalar shu. Bu ya'ni biz emotsiyamizni qanchalik juda ma'nosida, kuchaytirish ma'nosida aytadigan bo'lsak, so va suchdan foydalanamiz. Hi guys, shu bilan darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi darsgacha ko'rishguncha.